Erkak kishi aqllimi yoki ayol kishi aqllimi? Odatda ayollar lov etib yonadi, tez qaror qabul qiladi yoki janjallashishi mumkin. Erkaklar esa uzoqni ko'ra oladi. Ular bir vaqtning o'zida ham qalb odami, ham aql odami va keyinini ham ko'ra oladi. Shoshmay tur, ko'rib chiqaylik. To'lovni to'lashga hali ulguramiz yoki bo'lmasam boshqa deyishi mumkin, lekin ayol unaqa bo'lib bera olmaydi. O'sha uchun ham tabiatda erkaklar ham jismonan, ham aql tomonda ayollarga nisbatan ancha tepada turishadi. Sababi ular o'ylab ish qiladi. Ayollarga nisbatan erkaklar doim ko'pincha 90% hollarda erkaklar o'ylab, uzoqni ko'rib, bilib ish qilishadi. Ayollarda bu narsa anchayin boshqacha. Ya'ni ayollar o'zini o'ylaydi, emotsiyaga beriladi. Erkak esa tug'ma oilasini o'ylaydi. Oilaning manfaatini, onasini, bolasini, kelajak, o'sha oiladagi vaziyat, oilaning ertangi kunini. Shuning uchun oilada qarorni erkak kishi aytadigan bo'lsa, o'sha oila uzoqqa boradi, o'sha oilaning jamiyatda o'rni ham, hurmati ham boshqacha bo'ladi.